Qanchadan sotıldı çöp akalar? Qancha? 330 so'mdan sotıldı to'g'ri. Toza beda o'xshaydi. Toza beda ekan. Şu to'g'onlar sotılib tur 259 so'mdan sotılib tur. Eksport set o'xshaydi ular. Ha, jo'nada cho'p ekan to'g'onlar. Sotıldı akalar mı çöp? Qanchadan bo'ldi aka bu? 100? Ha, 300 so'mdan sotılib turdi onlar shu. Çöp. Haydavering, haydavering. Çöp aralash ekan to'g'ri, beda aralash. To'g'ri, bugun Jonmoqotdagi çöp bozor bugun 28-yanvar to'g'ri. Qanchadan sotıldi shu? Buni bilmayman, ana 250 dan bo'ldi, oyoq. Zamodan. Ha, 250 so'mdan sotıldi shu. Çöp to'g'ri, oq çöp ekan. Arafatidan ber. Ekspersiya bu. 300 so'mdan bu. Urug' bor bu. 70dan 100 olamiz. Qanday çöp aka bu? Boshqacha bu? Adir çöp. Adir çöpü. Qanchadan bahası? Beni 70'ten bu so'rash 300 so'mdan. Qanchadan so'radasizlar? 270. 270. Qancha o'rin olasizlar? Ya bo'lish Ha, bo'ladi. bo'l. Sekin hozir yana kelarkan, bu ochilib qolsa ekan. To'g'ri. Yaxshi beribsizlar biroq. Qanday? Söyle başbulat çöpxonaniki. Ha, boshbuloqlik ekan to'g'ri. Başbulat toza çöp. Toza çöp. Qanchadan ham bahası? Deden akasi 300 so'mdan. So'yloq qo'ylog'i yo'q, buni ko'r. Seki mana 1 metr. Mana Qirg'izistonda turibdi. Manalarni qara. Mana qilib. Aytadi, aytib kelgan, olib ketadi. Bu bunday çöpler. Toza ekan. Qancha so'mda o'tasiz? 300 so'm. Mana jemni. Ha, bu bunday çöp. So'ylog'i yo'q aytib qo'y. So'yloq uyga borganda yo'q desam, bo'lib qolsa aytasiz. Qancha oldi qo'y? Qancha dedingiz buni? Qanchani olasiz? 18 dedim. Qo'chqor ekan ha? Qo'chqor. 18. Suradi bozor? Ha, bozor so'radi. Ha. Yaxshi. 14-15 so'radi. 14-15 mi?